at Beepo, he can fly. Beepo is your friend. Beepo takes you through the sky, all around the world. Henry comes along with him, then he also runs, solving problems, learning and having so much fun. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Myunxen İslam musobaqasi. Ay, ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun Hibo va uning do'stlari Germaniyaning Monakoga keldi. Ko'pchilik navbatdagi manzil rayoniga nisbatan pek qiziqmoqda. Ilgarikiga o'xshashla eng hayajonlanayotgani yanada Bebe. Monaco. Nima degan yaxshi shahar. Men kitobcha hastidagi kitobdan ko'rgan edim bu. Muzey, piyoz shaklli o'giza. Yana albatta piva qatorliqlar. Bu Henry. Henry, uning nega tushib ketganini ko'rdingmi? Ko'rmay qoldim. Endi qanday qilamiz? Biz Bebeni topsak bo'ladi. Qara. U muzeyning o'g'isi ekan. Chatoq bo'ldi, u tushib ketdi. Tez bo'l. Appa, uning qarig'ini bir ish uchyotdi. Oliya, qalaymaqan gap qilmasan qandaq? Ko'rdingmi? Hushyor ishitgan. Vah, bak hayron qolarlik ekan. Siz ko'rdingizmi, Lasto podsha? Hushyorni. Ajablangirak yeri yo'q. Sen nimani ko'rding? Men faqat bir par mashinasini, bir cho'ng kemini, yana bir issiqgaz sharini ko'rdim. Qara. Issiqgaz sharining ustiga qara. Bebe! Bu Henry. U yer bir teyilg'oqki, men tushib ketay deb qoldim. Bebe, chiltop! Meni qutqizinglar. Ko'rdinglarmi? Par mashinasi kemiga so'qildigan bo'ldi. Chatoq bo'ldi. Agar so'qildigan bo'lsa, bu muzey o'rilib tushidi. Amal topsaq bo'ladi. Men amal topdim. Yura Henry. Serilma taxtini menga ber. Henry, bunu menga ko'tirishib ber. Endi bu ilmakni chaqning ostiga ishtirayli. Kucha! Yaxshi bo'ldi, bak yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Bak qoldingiz. Qoldingiz. Qoldi. Appa, ko'rdingmi? Uchar ish bilan heliqi turni do'sti, endi texi mushuk do'sti uni qutqizib qoldi. Oliya, men sana degan. Hikoya o'qimoq bo'lamdi, ha? Boya hajat jiddiylaşdim desa. Biz nəhayət yaxşı maslashdik. Bu, sen bir qahraman. Biz hammamiz qahramon. Bo'libmi men?
Biz faqat qilishga tegishli ishlarni qildik, shundaqmi? Ajablangandek hech qanday yeri yo'q. Gizlinglar gizit. Üç xislatli hayvan muzeyini xatardan saqlab qoldi. Gizlinglar, giz elinglar. Gezitda darizdan tashqari turna Henry qonti bilan mozini xatardan saqlab qopti. Yana kelar faqat birli qonti bilan farmashinasini to'sib qopti deb yozibdi. Miau. Müç xabarlari. Oyunchiq Müçük bebetinigen qahramon bo'lib qolmay, u yana ikki nazini qip-qizil qilib oldi. İşte xabarlari. Kishini hayron qoldirgan işte Weibo yana bir qadam qahramonlik ko'rsatdi. Weibo bo'lsa ishlarning podshoyi. Anladingmi Laso? Ular yangi ishlarning podshohining gapini qilyotdi. Biroq Laso, sen haqiqiy ishlarning podshoyi. Bu bak nomussizlikchimi? Bir uçar et özünü iştlarının padişahı deb atıvaptı. Qani biz ko'rib boqayli. Bu çüpremde iş padişah bo'lishga mas kelamdi yo'q. Biz yetib keldik. Bu biz ilishga tegishli mukofot Pivi bayrami. Henry, piyu bayrami deganing zodi nima? Pivi bayrami bo'lsa, Monakoliklar yilda bir o'tkazadigan an'anaviy bayram. Bayram mezgilda asosligi pivi ichib o'yin o'ynaydi. Mayli. Qaranglar, men sizlarga nima yeb keldim? Cho'qinday tamlik, ochiq chiqotirmach. Kechiring ishtapandi. Qo'tirmichimni menga qaytarib bering bo'lamdi. İşte efendi. Benim ismim Laso. İştlarının padişahı. Men Weibo, uçar. Boldu. Senin işlerini ben anladım uçar işte. Undaqda mening ishlarimni angladingizmi? Ha? Anlap dur Weibo. Ben senin muzeyideki kahramanlık iş izlerinin hemmisini anladım. Undaqda mening qahramonlik ish izlarimni olg'in bo'lishingiz kerak. Ağzını şommışım. Hey, har qanday odamga bundaq vaqirsan bo'lmaydi. Anlap dur. Eğer sen menden yamanlıkını ispatlamakçı olsan musabıqalaş. Bu qitim quluqını qalay mıqam planlatma. Bu qitimki musabıqa erkeklik bu iştlarının haqiqi musabıqısı, anladın mı? Undaq emasdi. Pivi ichish musobaqasimi? Bu ish talishma. O'yinchiq mushuk o'ynatishmi? Onda emas. Sana deb qo'yay. Bafliya ish musabıqısı. Musabıqaning ikkinchi bosqichi ochiq qo'tirmachi yeyish. Musobaqaning ikkinchi bosqichi qo'tirmash yeyishmi? Shundoq. Yana boshqa masala bormi? Rahmat Laso apandi. Biroq meningcha biz boshqacha usul bilan musobaqalasak bir qadar muvofiq bo'lgudak. Yuringlar. Chataq bo'ldi. Sizlarning undaq ko'p tanlashinglar yo'q. Hey, sizlarning Bafliya ish musobaqasiga kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Musobaqa qatnashchini Yo'dirdav, ochiq qatlamashoyi Laso. Yana ushar ish Weibo. Weibo, hayrat qil. Bu vaqtga biz bektamlikka. Ishkinglar oldiga chiqib, Bafliya posmasini topshirib edinglar. Yo'rdav naqshi esi bo'lamdi. Undaqda tayyorlik boshlandi. Yodelay-hee-hoo. Laso bu ohangni bek yaxshi aytadi ekan. Bu qatimqi musobaqada tunji qatim yengib chiqchi podshoh Laso. Tövəndi mən ikinci qatimliq maydonga chiqdi. Oldu, azmilik qilma. Endi biz ochiq qatlamini kim ko'p yeydi ekan shuni ko'raylik. Tayyorlan. Boshlandi. Tez bo'l Weibo, tez. Quzuqlar.
Qutquzinglar. Ne bo'ldi? Tez Meni qutqaz. Qatlama kelim o'tirib qoldi. Yo'q. Men qarab boqay. Yo'q, sen yiqilganma. Qutquzinglar. Qutquzinglar. Chim tut lasso. Veybo, sen qandaqroq tursan? Men hechnim bo'lmadi. Sen-chi lasso? Çatak bo'ldi. Meningcha laso cho'qim bardoshlik berolmaydi. Men hech nim bo'lmadi. Rahmat sana Vibo. Meni qutqizganingga ko'p rahmat. Hech qisi yo'q. Mening sen bilan baslashkim yo'q edi. Meni kechirgin. Kechir. Qatlimi podshoyi. Meni lasoda chaqirsanglar bo'ldi. Qaranglar, Lasso endi haqiqiy podshohga o'xshadi. Chunki u o'zining xatoligini dodillik bilan e'tirof qildi. Undaqda Vibo bizning mangulik qahramonimiz. Keyin qitim ko'rishaylik.